Ani ustozim Jasur aka bilan 3 yil uchun birga boshlaganman. Yosh bola bo'lganman. Jasur aka kelamiz yurardik. Jasur aka ovqatlarga pul berardi. Metroga bolaga pul berardi. Biz podvolda chilonzolda tinibga qilib yurardik. Jasur akaga hech kim ishonmasdi. Lekin mana Jasur aka mehnat qildi. O'z ustida ishladi. Va trener bo'lgan nimadir darajaga yetsa bo'lishini odamlarga ko'rsatdi. Qolaversa, kecha kim esda bo'lsa, men farzandim haqida gapirdim. Доча, твой отец выиграл бой. И эта победа для тебя. Ты не забывай, что твой отец борется каждый божий день, чтобы ты улыбалась. Твой отец любит тебя. Не забывай.